Oromimsan. Muallif Nur. Ijrosida Oyxon. Shaharning oldi shifoxonalarining birida hamshiraning qiz farzand muborak deganini eshitgan oilaning zavqdan bosh ko'kka yetardi. O'g'lim, bora qol xotiningni oldiga kir. Axir qancha kutdingiz? Quvonch ko'z yoshlarini artdi Zulxumor xola. Ahtam ichkariga kirarkan qalbida otalik hissi uni bag'oyat shod etgani yuz ko'zidan bilinardi. Jajji farzandini bag'riga bosarkan 3 yil deganda Alloh shunday ne'mat berganiga shukronalar aytdi. Oradan yillar o'tdi. Shahlo, qizing qayerda? Endigina nonushtaga tushgan Ahtam amaki so'radi. Bugun eski institutdan yangisiga ko'chish munosabati bilan talabalarni barvaqtroq chaqirishgan ekan dadasi. Shunga ertaroq nonushta qilib ketdi qizingiz. Ha, mayli onasi. Gulnora, mana keldik. Sen tushaver, men mashinamni avtoturargohga joylab, tez yetib olaman senga. Xo'p shirinim, faqat kech qolma. Mayli. Mashinasini joylashtirib, dugonasi tomon ketayotgan qizni bir yigit to'xtatdi. Salom, yaxshimisan? Salom, yaxshiman, Ahror, nima edi? Ertalabdan jahllari burnini ustida-ku, a? Sovuq irjaydi Ahror. Shunday, menda nima gaping bor? O'sha gap, bilasan-ku. Uyingga sovchilarimni yuboraman, qarorim qat'iy. Shu paytgacha ko'nglingga qaradim, bu yog'iga o'zimni bilganimni qilaman. Ahror, nega tushunmaysan? Axir necha marta aytdim, kursdosh bo'lsak. Sen mendan 1 yosh kichiksan axir. Bundan tashqari senda ko'nglim yo'q. Biroz asabiylashdi qiz. Menga bu gaplaring o'tmaydi. Men gapimni tugatdim. Endi yur, kech qolmaylik, asalim. Havodan o'pkich jo'natgancha juftakni rostladi Ahror. Bu yigitga gapirgan befoydaligini bilgan qiz o'ziga sabr tilagancha bino ichiga kirib ketdi. Buncha kech qolding? Qo'y, shuni gapirma. Asablarim tarang. Ana bu mushqi Ahror deya bir qarab qo'ydi. Telefondan ko'z uzmayotgan yigitga sovchi jo'nataman deb toza jonga tegdi o'zi bu ham. Qo'yaver, aqli kirar. Gumonim bor-da, hammayli. Samadova, jim bo'lasizlarmi, yo'qmi? Asabiy gapirdi Shuhrat O'ktamovich. Shundan so'ng xonada faqat ustozning leksiyasi yangrardi. Kuz oxirlab qolgan. Havo ancha sovuq va yog'ingarchilik ko'paygan bir paytda shinam kattagina bir ofisning yomg'ir tomchilari tekkan oynalaridan tashqaridagi hayotning qaynayotganini tomosha qilayotgan yigit qahvasini sekin ho'plarkan do'stiga so'z qotdi. Hamkorlarimizni yaxshi kutib oldingizmi, Hamid? Qo'ysangchi jam, bilasan-ku. Seni biror marta uyatga qo'ygan joyim bormi? Ko'z siqib qo'yarkan miyig'ida kuldi Hamid. Bilaman do'stim, kulib qo'ydi Jamil. Haligi jam sen... Eshik taqqalaganini ovozdan sergak tortgan yigitlar suhbatni darrov to'xtatdi. Kiring. Jamil Jalilovich, hamkorlarni yaxshi kutib oldik. Hamid Hasanovich aytgan bo'lsalar kerak. Tushlikdan so'ng yoki ertaga shartnomani hal qilishinglar kerak ekan. Shu sababdan ular bilan bog'lanishingiz kerak. Yaxshi, bo'shsiz Laziza. Xo'p bo'ladi. Gaping og'zingda qoldi, Hamid. Do'stim, shu bilasan-ku, dadamni klinikasini yurg'izaman. Asli biznesmen bo'lsam ham baribir ko'zim qiymaydi. Shunga ertaga klinikada bo'laman. U yerda ham ishlar qaynagan. Laziza aytgandek, agar mabodo ertaga imzolasangiz shartnomani, mensiz amallaysan endi oshna. Tabiatan ko'tarinki kayfiyatli bo'lgan Hamid kulib qo'ydi. Bemalol do'stim,
Amallayman. Sen ham ishlaringni bitirib ol. Shabnam, labbay oyi. Qizim, bugun juda kech kelding-da. Dadang rosa urishdi. Onajon, bugun ko'chdik bilasiz-ku. Shuni nishonlashga borgandik qizlar bilan. Sekin kuldi Shabnam. Mayli qizim, unda tez tusha qol. Kechlik qilamiz qizim, tez bo'l. Xo'p, oyi, xo'p. Aytgancha Shabnam, bir kursdoshingdan sovchi keladi 3 kundan beri. Keti uzilmaydi. Bu deyman, seni ham ko'ngling bormikin deb o'yladim. Nima? O'rnidan sakrab turdi Shabnam. Ahrordanmi oyi? Ha, onasi aytganda yigitning ismini. Nima dedingiz oyi? Dadam rozilik bermadimi ish qilib? Ahrorda ko'nglim yo'q. Boz ustiga mendan 1 yosh kichik-ku. Xavotir olma qizim. Ko'ngil ishi qiyin. Hali hech narsa demadik. Modomiki ko'nglingga o'tirmabdi, taqdiring mas ekan. Muloyimlikla dedi Shahlo xola. Onajonim, rahmat sizga. Xotirjamlik ila Shabnam quchib oldi onasini. Bo'ldi-ey, hozir bo'g'ib qo'yasan. Tur, kechlik qilish kerak. Dadangga barvaqt ketib, kech kelganingni hisobini berishing kerak hali. Xo'p-da, onajon. Men ham chiqaman hozir. Gapini aytib chiqib ketgan onasining orqasidan salkam baqirib qoldi qiz. Hurmatli bo'lajak pedagoglar. Mana bu yil 4-kursga o'tganingiz sababli barchangizni amaliyot o'tash uchun har yerlarga yuboramiz. Bolalarga ilm berish, ularning xarakter xususiyatlarini o'rgana bilishingiz kerak. Domlaning naqd 3 soatlik ma'ruzasidan so'ng deyarli barcha 4-kurs talabalari amaliyotlarni o'tash uchun har yerlarga, o'quv binolariga yuborildi. Kechlikda Axtam amaki ayoli va Shabnam birga o'tirisharkan, qiz xayolidagi fikrlarni sintez qila boshladi va oxiri gapni uzoqdan boshlashga qaror qildi. Dada, esingizdami? O'qishga kirgan yilim, xohlasang albatta magistraturani ham o'qiysan degandingiz. Albatta o'qiysan, xohishing qizim. Dada, lekin maslahatli ish bor-da. Bilasiz, har jabhada mukammallikni yoqtiraman. Shunga magistraturamni ham chet elda davom ettirmoqchiman. Qiz shu so'zlarni aytdi-yu, o'ziga tund kifoyada qarab turgan onasiga qarab bir yutunib qo'ydi. Qizim, nima deyishga hayronman. O'zingga ishonching komil bo'lsa, men qarshi emasman. Shu yil o'tsinchi ko'ramiz. Bu so'zlarni eshitib, o'zida yo'q xursand bo'lib qolgan Shabnam shart otasini quchib oldi. Bu nimasi, dadasi? Mensiz kelishib nimalar qilmoqchisizlar? Ota bola o'zingizcha, a? Axir qizimiz ham yosh emas, ancha katta bo'lib qoldi. Endi uzatib rohatini ko'raman deganda chet elga ketish nimasi? Men qarshiman. Shahlo, tushunsang-chi. Oila qurish qochib ketmas. Muhimi qizimizni kelajagi. Qo'y o'qisin. Har narsaning vaqti bor. Qolaversa, hali 1 yil bor tugatishiga. Yaxshi joydan chiqsa uzatsak ham eri bilan boraveradi chet elga. Bu gaplarni eshitgan qizning kapalagi uchib ketdi-yu, ammo sezdirmadi. Demak, rozisizlar? Ayyorona jilmaydi qiz. Yo'q. Ha, er-xotin birgalikda javob berishdi. U bo'ldi, bu bo'ldi, axiri ota-bola Shahlo xolani ham amallab ko'ndirishdi. Nora, men ko'ndirdim oilamni. Magistraturani chet elda o'qimasam bo'lmaydi. 4 yillik qadrdoni Gulnorani Shabnam ko'pincha shunday chaqirardi. Jonim, men ham ko'ndirdim. Qarshiliklar yo'q oilamdan, ammo Hamid akam qarshi. Shu yil to'yni qilib olishimiz kerak ekan, undan keyin o'ylab ko'ramiz deyapti. Azaldan quvnoq yurishadigan Gulnora xomush tortdi. Nora, qo'ysang-chi, kayfiyatingni tushirma, yo'q demabdi-ku. O'ylab ko'ramiz degan, qolaversa 1,5 yildan beri gaplashasizlar.
Biznesmen deganding, chetda ishi bo'lsa seni ham olib ketadi. O'ylama, muhimi baxting dugonajon. Opasidek bo'lib qolgan dugonasini qattiq quchdi Shabnam. Mayli, bir gap bo'lar, ammo otasini shifoxonasi ham yuritilishi kerak-da. Chetga chiqarmikan? Siniqqina jilmaydi Nora. Tashvishlanma, barchasi yaxshi bo'ladi. Dalda bergan bo'ldi Shabnam. Oyi, Baxtiyor akam to'yni tezlatamiz. Aks holda onam boshqasini olib beradi deyapti. Akam qanday aka bo'ldi axir singlisini yo'lini to'sadigan. Tabiatan sal injiq va yengil bo'lgan Zulfizar ham alamidan, ham akasidan jahli chiqib salkam baqirib gapirardi. O'chir ovozingni, uyatsiz. Nimalar deyapsan? Bir begonani deb o'z akangdan nolayapsanmi menga? Axir xohlamasa majburlab uylantira olmayman-ku. Oila o'yinchoqmi senga xohlaganda quriladigan? Asabiylashgani yuz ko'zidan bilinib turgan Salima xola divanga omonatgina cho'kdi. Men ham senlarni rohatingni ko'ray deyman, ammo har narsani vaqti bor. Sabrimizni mukofoti bor, ahmoq qiz. Akangni yomonlashdan oldin sal o'ylab gapir. Qolaversa hali endi 20 ga kirgan bo'lsang. Tuzukroq ovqat qilishni bilmaysan-ku, yana oilani qurishni orzu qilganiga nima dey? Sizga gapirgan foydasiz. Bilganingizni qiling. Arzanda o'g'lingiz toq o'tib ketmaydimi menga desa? Men baribir hozir Baxtiyor akam bilan gaplashib olishim kerak. Aytadiganini aytib xonadan uchib chiqdi go'yo Zulfizar. Onayzor xonada jovdiragancha qolib ketdi. Zulfizar uydan shasht bilan chiqdi-yu, shartta Baxtiyorga qo'ng'iroq qildi. Qulog'ida Baxtiyorning "Onam menga qiz topibdi Zulyam. Agar akangni kutaversang mendan kechaver" deganlari jaranglab turardi. Telefoni o'chiq, qayta-qayta qilaverib bir xil javob eshitgani, Zulfizarni asabiga o'ynaganini, rulni tez-tez chertib turishidan yaqqol bilinardi. Asabiy holda yigitning oldiga qanday kelganini bilmay qoldi. Mashinani juda hashamdor bo'lmasa ham nafis bir restoran oldiga kelib to'xtatdi va joylashtirib, tezlik bilan ichkariga kirib ketdi Zulfizar. Baxtiyor Vohidovich xonalaridami? Ha, lekin menejer qizni gapini oxirigacha eshitmasdan ikkinchi qavatga shoshildi Zulfizar. Siz nima? Xonaga taqqilatmasdan boz ustiga bostirib kirgan qiz yigitni oldida otasi tengi erkak o'tirganidan xijolat tortdi. Mayli o'g'lim, bu masalani o'zing hal qilasan. Bu qizimni senda jiddiy gapi borga o'xshaydi. Men ketdim. Xo'p, dada. Baxtiyorni oxirgi jumlasidan so'ng Zulfizar pastki labini qattiq tishladi. Xuddiki shunday qilsa, vaqt orqaga qaytib qoladi-yu, bunday xijolatga qolmasaydi. Nimalar bo'lyapti Zulfizar? Siz menga nimalar dedingiz? Kechaymi? Ketaymi? Kutmasligim kerak, shundaymi? Gapiring. Salkam yig'lab gapirayotgan qizning lablariga barmog'ini qo'yib, jim ishorasini qilgancha dedi Baxtiyor. Sen avval o'tirib ol, bafurja gaplashib olaylik. So'ngra ikkisi ham divanga o'tirishgach, Baxtiyor sekin gap boshladi. Zulfizar, senga aytganlarimni bari to'g'ri, seni aldamadim. 3 oylar ichida to'y bo'lishi kerak. Sen ham, men ham yosh bola emasmiz. Sen 20 ga, men 26 ga kirdim axir. Gapirish barobarida qizni qo'lini mahkam tutdi Baxtiyor. Ota-onangga tushuntir. Axir akadan oldin singilni uzatishni yomon tomoni yo'q-ku. O'zing yaxshi bilasan, jonim. Baxtiyor sekin qizni yuzidan o'pib qo'yarkan, qizda zarracha bo'lsa-da qarshilikni ko'rmagan yigit yanada yaqinlashib qizni butunlay kishanlab olgandi. Baxtiyor doim shunday bo'lgan, biroz bezbet, shu o'rinda ayrim hollarda Zulfizar bilan unchalik masofa saqlamas edi. Zulfizar yigitdan sal uzoqlashib gap boshladi. Haligi Baxtiyor aka, men yana oyim bilan gaplashaman, ko'ndirishga harakat qilaman. Senga ishonaman. Xo'p, men qizning gapi chala qoldi.
Sababi yigit qizni qattiq quchib, jim bo'lishini kafolatlagandi. Shu payt eshik ochilib, ishchi qiz kirib keldi. Manzarani ko'rib xijolat bo'lib chiqib ketayotgan qizni Zulfizarni baqirig'i to'xtatdi. Baxtiyor ishchi qizni ishidan asabiylashtirib so'kinib qo'ydi. Shoshma, sen ahmoqqa ota-onang qanday tarbiya bergan o'zi? Farosating bormi seni? Baxti, azizim, qanaqa ishchilarni olgansiz restoranga o'zi? Nozlandi Zulfizar. Bo'ldi, asabiylashma. Siz keting, bo'shsiz. Nima uchun kirgan bo'lsangiz ham ahamiyati yo'q endi. Sizni bunday odatingiz yo'q edi-ku. Bundan keyin bostirib kirmaslikni o'rganing. Zaharxandalik bilan gapirdi Baxtiyor. Qiz bechora ming xijolat bilan sekin chiqib ketdi. Kech tushganda havo salqin, 1-2 tomchi yomg'ir quyib turgan payt Jamil ishidan chiqib mashinaga tomon borarkan, xayoli onasida edi. Bugun qo'ng'iroq qilganda maslahatli ish bor, iloji bo'lsa barvaqtroq kelishini so'rab, go'shakni o'chirgandi onasi. Xayollar bilan bo'lib uyiga yaqinlashib qolganini ham sezmagan yigit yo'lni sal chetida mashinasiga suyangancha asabiylashib turgan qizni ko'rib, jimgina o'tib keta olmadi. Yo'lni salkam o'rtasida nima qilyapsiz, sir bo'lmasa? Ortidan kelgan bu ovozdan sal cho'chigan Shabnam Jamilni uncha xushlamadi. Sizga nima? Qolaversa men yo'lni o'rtasida turmayapman. Asabiylashmang. Ket tushganda yana bu joylarda yolg'iz qolib ketganingizga aytdim. Aytgancha, sizga yordam kerakmas shekilli. Bu yerlarda kechga qolib ketish xavfli. Ko'z siqib qo'yarkan ayyorona jilmayib, endi mashina tomon ketayotgan Jamilni qizning ovozi to'xtatdi. Shoshmang, menga yordam kerak aslida. Amaliyotdan kech qolib qaytayotgandim, aksiga olib mashina buzildi. Telefon qilay desam, liniyaga tushib bo'lmayapti. Hammasi aksiga olyapti, jin ursin. Shunga sal asabiyman. Shunga menga zahringizni sochishingiz kerakmasdi. Jiddiy gapirdi Jamil, chunki qizning muomalasi yoqmagandi. Tabiiyki, bu boshqalarga ham yoqmasdi. Sen yordam beraman desang-ku, senga zaharxandalik bilan javob berishsa. Ayni paytda yordamga muhtoj Shabnamga jim turish ko'proq eng yaxshi yo'l edi. Boshqa payt bo'lsa-ku, begonadan shunday gap eshitishga jim turarmidi? Aslo. Kechiring, menga yordam zarur. Mayusgina boqdi qiz. Mayli, sizga hozir taksi chaqirtiraman. Mashinangizni esa ishchimga aytaman, yaqinroq joyga tuzatishga olib boradi. Raqamingizni bering. Mashina tuzalganda qo'ng'iroq qilaman, olib ketasiz. Xo'p, rahmat. Shabnam buncha kech qoldi. Qo'ng'iroq qilsam telefoni o'chiq dadasi. Gulnoraga qilgandim, bugun bormadim o'qishga ham, amaliyotga ham dedi. Ammo amaliyot o'taydigan joylari uzoqdaligini aytdi. Baribir ham ko'ngil notinchda. Ishdan kelsam doim uyda bo'lardi onasi. Juda o'zboshimcha bo'lib ketdi-da shu qizimiz. O'zingiz pishirgan. Qo'ng'iroq chalinganda gapi chala qolgan Shahlo xola borib eshikni ochdi. Uyga kirgan odamni ko'rib yuzlari sal yorishdi. Qizim, axir necha marta aytdim bunchalik kech qolma deb. Boz ustiga telefoning o'chgani nimasi endi? Oyijon, eshik tagida turib qoldik. Yuring, gapirib beraman. Muhimi salomat kelib oldim. Mayli, yurchi. Shahar markazida joylashgan shinamgina qahvaxonada ertalabdan kelgan yigit sherigini sabrsizlik bilan kutayotgani har zamonda fransuzcha uslubda ishlangan soatiga qarab qo'yishidan yaqqol bilinib turardi. Keldingmi? Axir 1 soatdan beri kutaman. Buncha kech qolib ketding? Keldim. Kechiring, kuttirib qo'ydim, Hamid. Kecha amaliyotga bormagandim. Mana bugun o'qishga bormadim sizni deb. Qanday muhim ishingiz bor o'zi? Arazlaganday bo'ldi Nora. Gulnor, o'zing bilasan,
Ishim bitta joyda hal bo'ladigan ish emas. 2 kun oldin shartnoma imzolagan arab hamkorlarimiz bilan 10 kunlik ular bilan borishim zarur. Shuni o'zimdan eshit degandim. Noraning qo'lidan mahkam tutdi Hamid. Qachon ketasiz? 2 soatdan so'ng. Bu gapni eshitib Noraning ko'zlari kattarib ketdi. Nimalar deyapsiz? 2 soatdan so'ng? Ketganingizdan keyin aytsangiz ham bo'lardi. Nora, men ish bilan chetga ketdim deb. Ko'zida yosh qalqidi qizni. Bo'ldi Noram, xafa bo'lma. Atay qilganim yo'q-ku. Ketishim kecha kechqurun hal bo'ldi. Bo'lmasa oldinroq aytmasmidim senga? Ko'z yoshlarini artarkan, Gulnora Hamidning gaplaridan biroz yengil tortdi. 10 kunda aniq qaytasizmi? Albatta, lekin Nora, yana bir masala bor, unisini o'zing bilasan. Men chet eldan keldimki, harakatni boshlayveramiz. Senga aytdim, to'yni tezlashtiramiz deb. Ortiq kutmayman. Gap tamom degandek nigohda qaradi yigit. Hamid kattagina gavdali, oq sariqdan kelgan, o'ziga ishongan ko'rkam yigit edi. Gulnora esa bug'doy rang, oq sariq bo'lmasa ham istaraligina, har qanday yigit orzu qilsa arziydigan, muhimi oq ko'ngil qiz edi. Bu ikki yoshning taqdiri tutashiga Hamidning ammasini o'rni katta. Yoshi o'tayotgan sari qizlarni rasmidan xonasi to'lib ketgan Hamidning qalbi Gulnoraga kelganda jiz etgandi. Mana tanishib, uchrashib, gaplashib yurganlariga ham 1,5 yildan oshdi. O'tgan yili bitiruv qismida o'tib olay deb, axiyri to'yni sekinlatgandi Gulnora. Mana ota-onalar o'zaro kelishib, to'yni yaqin orada qilishni maslahatlashib oladigan vaqtlari ham keldi. Shularni birma-bir xayoldan o'tkazayotgan Noraning xayoliga Shabnamga mashinasini olishga birga borishga va'da bergani birdaniga xayoliga keldi. Shunday bo'lsa ham avval Hamidni kuzatmoqchi bo'ldi. Hamid aka, sizni kuzatsam bo'ladimi chet elga? Yo'q, shart emas. Qolaversa, 10 kunga xolos-ku azizam, darrov qaytaman. Jilmaydi Hamid. Xo'p, unda men dugonamni oldiga bora qolay. Va'da berib qo'ygandim. Mashinangni ustidan olishga birga boramiz deb. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Siz ham. Kelganidan buyon xonasiga qamalib olgan Zulfazarni xonasiga chiqishga qaror qildi Salima opa. Zulfazar? Ha, biroz norozi ohangda javob berdi. Qizim, senga maslahatli gapim bor. Mundoq bir oynangdan ko'ngil uzib, onajon nima deysiz deb kelmaysanmi oldimga? Tavba, tavba, mana boryapman. Istamaygina keldi qiz. Otang, akang bilan maslahatlashdik qizim. Ayt o'shanga, sovchisini yuboraversin. Kutilmagan xushxabarni eshitib, Zulfazar o'zida yo'q xursand bo'ldi. Onasiga gapirmay qo'ygani ham esidan chiqdi. Qancha intiqib kutgan onlari kelyapti axir. Rahmat, oyijonim. Mayli, tezroq pastga tush. Men ovqatga qaraychi. Salima xola qizini qancha yaxshi ko'rmasin, ertalabki muomalasidan ranjigandi. Xo'p bo'ladi, mamul. Tezda chiqaman hozir. Shabnam, men xijolatdaman. Kecha sen bilan amaliyotga bormaganimga. Mashinani ustaxonadan olib qaytisharkan, kechangi ishdan xabardor bo'lgan Gulnora chin dildan xijolat tortayotgandi. Bo'ldi qil, Nora, bunday holatlar bo'lib turadi-da. Kecha sal betob eding. O'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ham mayli edi. Lab burdi Shabnam. Qalbi tozam o'zimni. Ancha tuzalgandim. Shahlo xolamni qo'ng'iroqlaridan so'ng bo'larim bo'ldi. Nima xayollarga bormadim. Telefoningga ham tushib bo'lmadi. Bir kelsa bari qo'sha keladi deganlari rost-da. Bo'ldi, o'zingni qiynama. O'tgan ishga salovat. Muhimi sog' salomatman, oldingdaman. Ikki dugona hasratlashib, amaliyotga qanday tez kelganlarini sezmay ham qolishdi. Onajon,
2 kun oldin Zulfizar haqida, ya'ni mendan oldin turmushga uzatsak ham bo'larmikin deganingizda men ham otam ham qarshilik bildirmadik. Ammo menga kuyov bola qiziq. Kim u? Qayerda ishlaydi? Singlimni baxtli qila olarmikin? Kechlikdan so'ng vaqti bo'sh bo'lgani sabab kuyov haqida iloji boricha surishtirish uchun ismini bilib olmoqchi edi Jamil. O'g'lim, singling faqat ismini aytgandi. Ismi Baxtiyor ekan. Zulfizar nima deyapti? Rozimikan? Singlingni ham ko'ngli bordek, befarq mastdek yigitga. Mayli unda men turay, Zulfizardan so'raydiganlarim bor. Ishlari bilan band bo'lib singlisini nazorat qila olmayotgan Jamil qisqa fursat ichida qanday qizning ko'ngli Baxtiyorga tushganini bilmoqchi edi. Zulfizar, bo'shmisan? Albatta aka, kiravering. Singlim, kelchi, meni oldimga o'tirchi. Oyim menga kuyov bo'lmishda singlingni ko'ngli bor dedi. Sen bunga nima deysan? Aka, ha, yigitda ko'nglim bor. Men ham endi yosh bola emasman. Menda ham qalb bor axir. O'zingizni tutishingizdan nega meni xabarim yo'q degandek bo'lyapsiz? Ammo yigit bilan tanishganimga hali ko'p bo'lmadi. Atigi 2 oy. Akasini yaxshi bilgan Zulfizar yolg'on gapirdi. Turmush oson narsa emas, singlim. Turmushda mushti bor. Shuni bilib ol. Mayli, senda ham qalb bor ekan, bilmagan ekanmiz. Ammo ertaga bir kun onamga meni yosh uzatdingiz deb didiyo qilmaslikka ishonching komilmi? Akajon, men hammasini bilib turib rozilik berdim. Gapingiz to'g'ri, turmush o'yinchoq emas. Kerak bo'lmaganda chiqindiga tashlaydigan. Men o'zimga ishonaman. Bo'lajak turmush o'rtog'im ham, meni ham bir-birimizni sevamiz. Bundan ortiq nima kerak? Sevgi bilan oila mustahkamlanmaydi, singlim. Muhimi ishonch. Mayli, men senga ishondim. So'raydiganlarimni so'radim. Ammo bir narsa qiziq menga. Yigitni telefon raqami kerak, iloji boricha hozir ber. Bormi senda? Ha, bor aka. Hozir beraman. Yaxshi, tez bo'l. Kunlar o'tib borarkan, to'y kunini ikkala tomon qudalar ham qishni boshlariga qilishga qaror qilishdi. Zulfizar baxtdan go'yoki mast bo'lgan bir paytda Baxtiyor menejer qiz bilan xonasida hujjatlarini tayyorlashayotgan edi. Baxtiyor Vohidovich, mana bu menyudagi taomlar borasida? Gaplarni tinglarkan, tizzasidan ancha balandda bo'lgan yubkasi-yu, tugmalari ko'krak yarmigacha ochiq bo'lgan qizga obdon tikildi Baxtiyor. Axiri qizni qo'lidan tortib, bir deganda tizzasiga o'tqizdi. Nimalar qilyapsiz, Baxtiyor Vohidovich? Qiz yigitning yuziga birinma-ketin barmoqlarini yurg'izarkan, nozlanib qaradi. O'zingsan meni oldimga mana bu ahvolda kelgan. Rasmiyatchilik shart emas, Dilso'z. Seni sog'inganman axir. 2 kundan beri yo'qsan. Yigitning qaynoq taftini yuzida, bo'ynida, oxirida lablarida his qilgan qiz yigitning ishiga monand javob qaytarardi. Qanchalik hissiyot kuchlilik qilmasin, Dilso'z sekin o'zini tortgandek bo'ldi. Baxtiyor aka, ko'rib qolishlari mumkin. Ko'rishsa menga baribir. Yaqinda uylanadigan yigitsiz, meni esa erim bor. Gapirma o'sha eringni. Oila boqish qo'lidan juda yaxshi keladigan erkak. Bo'ldi, asabiylashmang azizim. Undan ko'ra menyuni va keltirilgan hujjatlarimni ko'rib chiqaylik. Ishimiz qochib ketmas. Istamay o'rnidan turayotgan qizni yigit to'xtatdi. Biroz shoshmay tur, iforingga to'yib olay. Yigit shunday dedi-yu, qizning belidan mahkam quchib, gapirmasligini ta'minladi. Shabnam, ana bu Ahror senga g'alati qarayapti. Shabnam piq etib kulib yubordi. Nega kulasan, to'g'ri aytdim. Senga masnora, bir hafta oldingi ish esimga tushdi. Esingdadir, sovchi yuboraman deyaverib jonimga tegdi degandim. O'sha kuni uyga borsam shu muammo.
Jahlim chiqib, amakimni o'g'li Tolibga aytgandim. O'zi bizdan 3 yosh kichik bo'lsa ham baquvvat yigit emasmi? Ahrorga nima degan, nima qilgan bilmadim. Mana o'shandan beri dami ichida. Lom-mim demaydi. Tolibdan juda minnatdorman. O'zimni ukam-da u. Miriqib kuldi Shabnam.